Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarga bugun Bugatti modelimizni to'liq video obzor tayyorlab berishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Qani bo'lmasa videomizni boshladik. Ushbu gologimiz Bugatti modeldagi gologimiz bo'ladi. Bu gologimizni uyga qo'yganingizda ham o'ta chiroyli Bugatti bo'lib turadi. Bu gologga o'tirganingizda ham o'rnashib mazza qilib o'tirasiz. Bu gologga 10 ta 12 ta odam bemalol o'tirishligi mumkin. Materiallari ham o'ta chiroyli, tukli materiallardan bo'ladi. Dizaynlariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bundan tashqari xohlagan rangingizda ham tayyorlab beramiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 430 ga 440 ga 240 razmerda bo'ladi. Komplektiga 4 tadan tuflarni qo'shib beramiz. Bu gologimizga yangilik qilganmiz, burchaklariga barlarni qo'yib qo'ydik. Bu joyga xohlasangiz gul qo'yasizmi, xohlasangiz oshbosh yeb o'tirgan bo'lsangiz, choy poylar qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Komplektida 4 tadan puflari ham bo'ladi. Puflari ham katta-katta qilib ishlangan bo'ladi mana. Ko'pchilik savol beradi, oyoqlari qanaqa oyoq deyshadi. Oyoqlarimiz plastmassa quyma oyoq bo'ladi. Baquvvat bo'ladi oyoq. Plastmassa bo'lishiga qaramasdan o'ta baquvvat chiqadi. Stollariga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Stollarni ham yangilik qilganmiz. 100% MDF dan tayyorladik. O'ziga moslab, ranglarini ham o'ziga moslab, chiroyli qilib tayyorlab berdik. Sizga qanaqadir ugolok, xohlagan fasoningizda, xohlagan rangingizda tayyorlab beramiz. Siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Kommentariyaga ham yozib qoldiring. Undan tashqari, razmer uzunroq yoki razmer kaltaroq bo'lsin deganlar uchun ham xohlagan razmeringizda tayyorlab beramiz. Bizga qanaqadir savollaring bo'lsa ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda sizlarning savollaringizga javob berib o'tamiz. Ushbu komplektimiz narxiga keladigan bo'lsak, mana shu ponli komplektimiz narxi $785 ga butun O'zbekiston bo'ylab dastavka mutlaqo bepul. O'zbekistonda qaysi burchagidan bo'lsangiz ham mana shu holatda uyingizga chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammaga rahmat. Videomiz tugadi. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin.